Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida tug'ilganman. Kelin bo'lib tushganimga 7 yil bo'lyapti. Yoshlar yetakchisi tomonidan yer taklif qilinib qoldi. Xo'jayinim bilan birgalikda 30 dan yer oldik. Piyoz ekdik, bug'doy ekdik. Daromad evaziga uylarimizni sozlaymiz. Do'konlarimizni yo'lga qo'ymoqchimiz. Tadbirkorlikni yanada kengaytirmoqchimiz. Tikuvchilikka qiziqaman. O'sha daromadim evaziga tikuvchilik sexini ham ochmoqchiman. 10 ga yaqin ayollarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Biz ayollarga Prezidentimiz tomonidan shuncha imtiyozlar, sharoitlar yaratilyapti. Prezidentimizga kattakon rahmat. O'z minnatdorchiligimni bildiraman.